Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda bizni kuzatib turgan qadri baland obunachilarimiz. Aziz tomoshabinlar, xudo xolasa bugungi ishimiz Tojikiston Respublikasi Isfarada, xudo xolasa Vorux degan joyda ana shu tunikafon patologiyamizni qilib tugatdik. Xudo xolasa bitta endi ishimizga o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolasa ko'ringlar, ish sifati, kачествоsi juda ham a'lo darajada. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar. Videorolikimizni boshlashdan oldin kanalimizga bitta podpisatsiyani bosib, bitta laykni bosib, kommentariyaga hech bo'lmasa omad so'zini yozib qoldiringlar. Videoni tarqatinglar maksimal darajada tanish bilish yori birodarlarga. Kimgadir mana shunaqa sifatli ishlarimiz kerak bo'lishi mumkin. Hop, aziz tomoshabinlar, ana shu ko'rib turgan fasonlarni 1 kvadrat metrini 70 so'mdan qilingan xizmat haqiga hamma materialni olib kelib berishadi. Yo toja yebishga qoraysizlar, xudo xolasa ishimizni sifati, kачествосiga juda ham zo'r, xudo xolasa. Sizdan ishonch, bizdan kafolat. Mana shu ko'rib turgan fasonlarni 70 so'mdan tunikani ketgan rasxodiga hisoblanadi. Plus mana bu chekkadagi naqsh gullari ham hammasi o'sha kvadratga kiradi. Nima urilsa, tunik uriladimi, alika bon qilinadimi, o'rstikli qo'yiladimi, hammasini kvadratni hisoblab olinadi. 1 kvadrat metriga 70 so'mdan pul to'laysizlar. Ko'ringlar, mana ish sifati, kачествоsi xudo xolasa Isfarada bitta bo'ldi, no'mradin bo'lgan bu fasonimiz. Ya'ni Isfarada bunaqasi bo'lmagan, bitta bo'ldi xudo xolasa Isfarada. Biron bir kamchiliklari bo'lsa, kamchiliklariga uzr so'raymiz. Kamchiliklarni yozib qoldiringlar kommentariyaga. Shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Ko'ringlar, ish sifati, kачествоsi juda ham a'lo darajada. Agar xuddi mana shu fasonni hamma materiali bilan qiladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 170 so'mdan bo'ladi. Hamma yog'i ichida bo'ladi. Tunikasi, rekasi, samarezi, kley, xizmati ichida bo'ladi. Mana ko'ringlar. Juda ham sifatli tunikafon patologiya, xudo xolasa. Mavshu dahshat, xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqinglar, bizga bemalol biz xizmatdamiz. Ko'ringlar, mana biron bir kamchiliklari bo'lsa, kamchiliklarga uzr so'raymiz. Xo'p, Tojikiston va O'zbekiston bilan xizmat ko'rsatamiz. Mana shu ishlarni ko'ringlar, mana juda ham ajoyib qilib bo'ngan ishlar. Hammasi o'zimizning ishimiz, birov ish emas. 1 kvadrat metriga 70 so'mdan pul to'laysizlar. Bu fasonimiz xudo xolasa 2024-yilda trendga chiqqan fason. Hali bu fasonlarni misol kamida 2,5 yil bo'ldi biz chiqizganimizga, o'zingizlar bilasizlar. Hozir endi bitta ustalar kopiya qilib, baqilib urishyapti, lekin sifati bu darajada sifatli emas. Kачествоsi ham unaqa kачествоda emas. To'g'ri, misol arzon ish sifatli bo'lmaydi, sifatli ish arzon bo'lmaydi, lekin ish sifatiga qarab narxi ham o'shanga qarab bo'ladi. O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Mana xudo xolasa biron bir kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz albatta. Bitta o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Sizdan ishonch, bizdan kafolat, aziz tomoshabinlar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. 100 ming obunachi qilish meni orzuyim. Xudo xolasa shu orzularimizga yetamiz degan umiddamiz. Sizlar bilan birgalikda shu 100 ming obunachimiz bo'lsa, xudo xolasa juda ham chiroyli. Xudo xolasa zo'r nima bo'ladi. Ko'ringlar, mana umuman samarezlari ko'rinmaydi ko'zingizlarga, hammasi zakonli qoidaviy bo'ladi. Umuman samarez degan narsa ko'rinmaydi ko'zingizlarga. Xudo xolasa. Mana o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Bu tomondagi darvozamiz, u boyagisi u tomondagi darvoza edi, ko'ringlar. Ish sifati, kачествосiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Videoni tarqatinglar, tanish bilish yori birodarlarga, misol kimgadir shunaqa bizning xizmatlarimiz kerak bo'lishi mumkin. Tanish bilishlaringizga ishimiz kimgadir yoqsa, biz juda ham xursandmiz. Mana bu ko'cha tomoni bo'ladi. Mana aziz tomoshabinlar, ko'ringlar, ko'cha tomoni ham yangi fasonda qilingan. Nomer 1 tunikafon patolog hammasi bizda. Uston Muhriddin kanalida. Uston Muhriddin kanalidan uzoqlashmanglar. Uston Muhriddin bilan birga bo'linglar doimo. Shu kanalimizga obuna bo'linglar, videoni tarqatinglar, tanish bilish yori birodarlarga. Xo'p, aziz tomoshabinlar, agar kim shu sohaga qiziqadiganlar bo'lsa, xudo xolasa bizga aloqa chiqinglar. Ekrandagi nomerlarga apparatlarimiz bor sotuvda, nalichi. Apparatlarimizning narxi 17 ming so'm. Xo'p, bizdan bir komplet apparat olgan odamga polni ishni o'rgatamiz. Polni ishni o'rganasizlar, xudo xolasa.
Plus 1 yil ish bilan ta'minlaymiz sizlarni. 1 yil ish bilan ta'minlaymiz. Misol apparatni olgandan keyin ishga davoraman, nima qilaman demaysizlar. Shu 1 yil davomida ish bilan ta'minlab, o'zimiz cho'tki qilib, misol nima qilib beramiz. Ishlarni topib beramiz. Hop, apparatni olgandan keyin misol har oy, misol oyiga 10 ming so'mdan 15 ming so'mgacha daromad qilasizlar. 100% garantiyasi bilan shu 10 ming so'mdan 15 ming so'mgacha daromadga chiqasizlar. Lekin ishlash kerak, shunga yarasha mehnat qilish kerak bo'ladi. Hop, shunga aziz tomoshabinlar, mana ko'ringlar, kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Tunkafon patologiya apparatlarini olsanglar, bizdan bir komplekt narxi 17 ming so'm. 17 ming so'mga apparatni olasizlar, polni ishni o'rgatamiz. Xudo xolasa 1 yil davomida ish bilan ta'minlaymiz. Bunaqa sharoit hech qayerda yo'q. Bundan oldin bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Bunaqa sharoit bilan sizlar faqatgina Uston Muhriddin kanalida bo'ladi. Bizning kanalimizda bunaqasi boshqa bo'lmagan. Xo'p, ko'ringlar, mana Isfaradagi ishimiz shunaqa o'z nihoyasiga yetdi. Ishimizning sifati, kачествоsi o'zingizlar bitta baho berasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Shu sohaga qiziqadiganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mana apparatni olsanglar, polni ishni o'rgatamiz. Ish yurgandan keyin polni 1 yil ish bilan ta'minlaymiz o'zimiz. Har oy 10 ming so'mdan 15 ming so'mgacha daromad qilasizlar garantiyasi bilan. Misol Tojikistonning o'zida 10 ming so'm pul topgandan keyin Rossiyaga borishga ham hojat yo'q. Hozir Rossiyani ham ko'rib olsizlar misol. Hop, sal notinchroq misol o'zingizlar yaxshi bilasizlar Rossiyada yurganlar. Shu Rossiyaga borib kelib zerikkan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa mana apparatni olib bemalol ish o'rganib, ishni bosaverasizlar. Doimo sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.